stabilizator nomini aytmayman. Uladik, boshqa qildik. Hamma yog'ini cho'tki ulandi, kirish, chiqish. Birinchidan mana hozir holatda nakliki noto'g'ri yopishtirilgan. Bilmayman nimaga hozir mana через stabilizator kiryapti, chiqyapti, bypass. Shularga ham e'tiborli bo'lmaydi, anaqada usta kelib. Endi eng qizig'i mana bu narsa bosganda ajdani yoqilish kerak edi, yonmadi birinchi o'chirtdi. Nimadan muammo? Qidirdik, boshqa qildi. Endi zavodda o'zi qilish kerak edi, buni garantiyasi bor edi, lekin mana shu joyda payka bo'lgan, ko'rayotgan bo'lsa, payka bo'lgan заводской brak. Biz ham nima qildik? Qidirib topib, iloji boricha qo'ldan kelgancha klient norozi bo'lmasin dedi. Arcfiximiz bor ekan, Arcfix bilan qotirib nima qilib qo'ydik. Mana bu yoq tomoni butun turibdi. Shilchoklari bilan bu yog'i nimadir qilingan, ximijit qilib. Mana hamlari ham nimadirlar qilingan, platani qirqilgan. Nega zavod narsa? Bu ishladi, xudo xolasa. Knopkada muammo bo'lgan. Mabodo klientlar diqqatiga shunaqa bo'lsa xizmatdamiz. Usta kelaga просто endi kakitani biz o'zimiz o'yladik, fazanorlar almashgan boshqami tekshirdik, qana qildik. Yo'q, o'zimiz tomonidan xato bo'lmagan, lekin shu qidirib aybini shu yerdan topdik. Razvonka qilib boshqa qilib elektronikadan ham xabarimiz bor edi, shuni hisobiga yuzimiz yorug' bo'ldi, xudo xolasa ishlab turibdi, cho'tki. E'tiboringiz uchun rahmat.